Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zamon bo'ldi, olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan so'zliq? Osh dedi badoq, mol dedi badoq, berdi dedi badoq. Endi qizimizni so'ramdikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'tirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan kulfat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan kulfat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichligiga kuchi yetmasmi? Bugun harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jidagi eng og'ir qismlari kaltik tugaydi. Sizlarga g'alaba yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. Numussiz boy deb nafrat bilan pichirladi u. Sen tillayotgan kishilarning oz kunda nima ishlarni tavirtilganligini ko'rsa, sen boshqa yotgan cheriklarning nima kunlarga qoldiganligini ko'rsa, elimi yaxshi yaqondan ilib yerga urg'ini. Bo'lmasa, qanchalik xushamachilik qilatdan kimdan? Nodam xiyol bilan shaharga kirib qolganini to'ymay qoldi. Uningga shahar odamlari jiddiylashgandek, bir-biriga gumonsirab qarashayotgandek ko'rindi. Nodam orvisini haydab maktab qo'rusi ichiga kirdi. Maktabning ichida varang-churung, shovqin-surandin, turli tantarbiya harakatlardan qilcha asar qolmagan bo'lib, o'quvchilar top-top bo'lishib, ansizlik bilan parang qilishyotdi. Maktab ichini sur bosgan. Qandaqdir bir vahimalik jimjitlik hukm suratdi. Birdan o'tmayla ko'zlari parqirab qolgan Varisjon yetib keldi. Omonlik so'ramayla, "Nimaga tushding? Nima bo'ldi?" dedi ansizlik bilan. "Seni darhol qaytib chiqsin. Shaharda turish xatarli deb meni tushirdi. Rayhon Oy degan qizni billa elib chiqsin deydi. Nahayat yaxshi, toza vaqtida tushibsan. Men Rayhonni izlab topay, saqlab tur-a." Varisjon shundoq dedi-da, oldirab yurib ketdi. Nodam maktab ichidagi o'quvchilarning harakatlariga sapsilib qarab turardi. Hayol qilmay rangi o'chgan Varisjon o'ttiri bo'yliq, silva, qosh kirpiki to'kilib turadigan. O'ynoq qo'y ko'zlik. O'ng mangzida bir tal xoli bor bir qizni boshlab keldi. "Mana, dadam mushoharbini tushiribdi. Opam qiz bolaning shuncha qalaymaqanchilik ichida turishi yaxshi emas debdi." dedi Varisjon ishkilinib turgan Rayhonga. Qiz Nodamning cho'riq tortib olgan putlarigacha sapsilib qaradi. "Bu kim bo'ladi?" "Bu bizning Nodam degan moli emas. Dadam epchiq deb alaydan tushirgan. Chapsan bulang, chiqib ketayli. Boshqalarmi ketyotdi-ku." "Amsa opamdan so'rab mangayli." "Cho'ng opam baribir unaydi. Uyga berib choy ichib, opam bilan xo'shlashib mangamiz." Ular harvaga tushib, maktab qo'rusidan tez chiqib ketdi. Rayhonni elib chiqib ketish Varisjonning ko'nglidagidek ish. Shunga u nihoyat xushal edi. Ular Rayhonning uyiga keldi. Varisjon uyga oldirab mangdi. Qiz Nodamga qarab, "Yuring, choy ichib mangamiz." "Rahmat. Boya tomoq yedim." dedi Nodam boylag'i bo'lgan nafratini ifodalaguvchi qo'pol ovoz bilan. Qiz Nodamga tikilib qaradi. Qo'yuq qora qosh, o'ychan ko'zlari to'limi chiroyliq, burudi, amdili xat tortgan yigit qizdan ko'zini qochirib yerga qarab turardi. "Yuring, tortinmang." Qiz Nodamning kir chopinining yengidan chimdib tutib tortdi. "Bo'ldi Rayhon, Nodam harvisni jo'ndab tursin.
biz cho'ng opam bilan xo'shlashib chiqayli, dedi Varisjon kayniga burilib. Qiz Nodamga yenish-yenishlab qarab uyiga maqdi. Nodam bir tasmani yeshish bilan ovora edi. O'ylig'i kirgandan keyin Varisjon: "Nima qilasiz? Uning juldarab turgan kiyimlarini tutquningiz nimasi?" "Malay bo'lsa-mu odam-ku, ular bo'g'ashqa bizning tenimiz butun Varisjon." Kitobiy gap. Kitobda yozilganini turmushga ko'chirib akilishga bo'lmaydi, Rayhon. Ammo haqiqatni iqror qilmaymi bo'lmaydi-da. Ular talash tartish bilan uyga kirib keldi. Ularni xeylidan keyin Gulsimxon mo'may uzitib chiqdi. Varisjon bilan Rayhon Xodikning kayniga selingan yekandozning ustida o'ltirdi. Nodam harvida o'ltirmayla otlar o'zlikidan yurib ketdi. Rayhon yenida o'ltirganligi uchunmi Varisjon nihoyatda xushal edi. U birda Nodamga, birda Rayhonga chaqchaq qiladi. O'zicha yo'qolan ishlarga qoqoqlab kuladi. Turibla g'ingshib naqshi aytib qo'yadi. Mana, harvi jaranglab Xitoy bozoriga keldi. Bu yermi o'qachilarning qo'yingan yeri. O'qachilarning tili bilan aytganda Xudoning nazari tekkan bozor edi. Varisjon harvini to'xtatib, Nodamga pul bilan qo'l yog'liqini uzatdi. "Yugur, samsilib olayli." Nodam oshbuzulga qarab maqdi. Kishilar harvining kayindagi yo'lanchiga yo'linib o'ltirgan Varisjon bilan Rayhonga zo'qlangandek qarashadi. Varisjon odamlarning qarashlaridan baxt va cheksiz huzur his qiladi. Oshbuzuldan mazzilik tomoq va haroq ichib chalamas bo'lgan bir ofitser sal daldanshigan holda chiqib keldi. U harviga yaqinlab keldi-da, Varisjon bilan Rayhonning bosh oyog'iga qarab turib qoldi. Varisjonga yaqin kelib, "Bu par'at qo'shilgan esil harbini saysiga tutaman-ku deyman", dedi hejib. Varisjon: "Yo'q, bu bozorda kira qiladigan harbi emas, sahrodan kirgan." "Sahrodan bo'lamdi, shahardan bo'lamdi, hammaga saysi bor. Oldiga o'tib, harbini hayda. Meni opirib qo'ysan." Chiroyi sarg'ayishga boshlagan Varisjon harbidan tushdi. "Biz gimnaziyaning o'quvchilari uyimizga chiqib ketib boramiz", dedi u. Qo'l yog'liqqa chigilgan somsini elib kelgan Nodam ofitserga qarab turib qoldi. Ofitserning ko'zi Rayhonga tushdi. "Ohay, bu chiroyli xonimni qaramamdigan. Yeningizda o'tirsam, qarshi chiqmassiz, chiroyli qiz." "Hurmatli ofitser, biz uyimizga ketib boramiz." "Appa qiz, shahardagi lo'kchak o'g'irlarning harakatidan qo'rqib ketgan o'xshamamsiz." Ofitser aroqning kuchi bilan atrofda turgan odamlarni bir necha kundan beri o'ziga yepishgan qo'rqinch va ansizchiliklarni biroqla unutib, hijiyib qizga yaqinlab keldi. "Neri tur?" dedi qiz nafrat bilan va uningdan yuzini o'rdi. Harviga odamlar o'lashdi. "Ofitser janoblari, bizni yo'ldan qo'ymang. Ahtambayning bolasi bo'lamiz biz", dedi Varisjon. Nodam ofitserga Varisjonga g'azablanib qarab turadi. Ofitser Varisjonga: "Sizning boylig'ingizdan bu qiz necha hassa ustun", dedi va qizga qarab hijaydi. "Hayotingizning xotirjamligiga faqat malla kepillik qila olayman. Nimacha sabra bo'lib ketdingiz? Sizdek go'zal qizga mundaq qilish yarashmaydi. Men qarang, oppoq qiz." Ofitser Rayhonning emkini tutib edi. Rayhon harvidan irg'ib tushdi-da, uning qochtig'i kuch bilan birni soldi. Ofitserning ko'zlaridan o't yenib ketdi. Qizning bu markakiga atrofda turgan odamlarmu, Nodammu hayron qoldi. Endi ish cho'ng'iyishga boshladi. Rayhondan kelishtirib bir qochad yeb, saproyi o'rlab ketgan ofitser: "Yaxshilikni bilmaydigan hayvon!" dedi-da, yenidan topanchisini sug'urib oldi. "Yurakingning cho'ngligini ko'rsatib qo'yay sana. Oldimga tushibman, hali o'lsam bo'lmasa." Varisjonning jonpeni chiqib ketdi. Ko'zining oq paxtasini chiqarib, uning oldiga berib, yelinishga boshladi. "Jinim aka, nima desangiz beray, Xudo haqqi, bizga rahim qiling." U yig'lamsirab ofitserning mo'risini silashga boshladi. Ofitser uni ishtirib yetib Rayhonga esildi. Boyatdan beri g'azabini oron-oron besib turgan Nodamning hech toqat qilguvchiligi qolmadi. U shundoq tez kelganicha kuchinib turib ofitserning quloq tubiga bir mush soldi.
tuyuqsiz berilgan bosgandek eg'ir zarbadan u o'ngsiga tushdida yetibla qoldi. Qo'lidagi to'pponchasi nagidir qonqib tushdi. Texi bayla Varisjonning kamsitishiga yo'liqqan bu malay yigitga atrofda turgan odamlar opirin aytishib ketdi. Yaraysan yigit, otangga rahmat. Ajab boplidi bu munofiqni. Nodam oldirab dedi. Bo'linglar, harba chiqinglar. Nodam qomchisini pulangtish bilanla chopqon par ot harvini Xitoy bozoridan nihoyatda tezda elib chiqib ketdi. To'pidangning kang ko'chasiga chiqqanda u otlarga qomchi silib bo'lishiga qo'yib berdi. Lekin shuncha tez chepib ketib borgan otlarga qanoat qilmay, Varisjon o'ngsil o'shgan holda ko'zlarini oliq-jaloq qilib, "Voy bo'l, kaynimizning kelib qolsa o'lgunimiz shu" deb o'ltira olmay qolgan edi. Dahshatlik bir qo'rqinch bilan bir oldiga, bir kayniga qaraydi. Nodam bo'lsa, xuddi uning so'zlarini anglamagandek, anglasimi pisand qilmayotgandek, shundoq tamkin va xotirjam o'ltirib ketib boradi. Rayhonchu u yeshi bir-biridan oncha farqlanmaydigan bu ikki yigitning qiliqlariga, ruhiy holatlariga, mijoz xulqiga sapsilib, nimalarnidir o'ylab jimjit o'ltiradi. Uning ko'nglida o'ziga kaynini qilib o'ltirgan bu qo'rqimsiz, mard mola yigitga nisbatan bir xil rozimanlik va hurmat paydo bo'lgan edi. U yigitga chin ko'nglidan rahmat aytishni xohlaydi. Lekin yigit qayrilib qo'ymaydi. Harva To'pidang mahallasidan uzab chiqqanda, Nodam otlarning beshini o'zi biladigan etiz yo'llariga burdi va otlarni bir xil chepishga tushirdi. U shu vaqtda qiz to'g'risida o'ylashga boshladi va qizga qarab qo'ydi. Qiz kulimsirab o'ltiradi. U qizni qayerdadir bir yerda ko'rganda qiladi. Rayhon shahardagi o'rta darajalik bir savdogarning yolg'iz qizi bo'lib, Ahtamboyning xotini Hurnisaxonga shiram tuqqan keladi. U dadasi o'lib ketgandan keyin onasi Gulsumxon bilan yolg'iz qolgan. 6 yillik maktabni tugatgandan keyin Ili millatlar gimnaziyasiga kirib o'qiyotdi. Qiz kichikidan tartibla kitob o'qishga, masalalarga yo'liqsa fikr yurgizishga zo'qman bo'lib o'sgan. U har yili ta'tilda Ahtamboyning cho'ng beg'iga dam elishga chiqadi. Nodam boy qo'rosiga malay bo'lib kelgan yili bu qizni bog'da, eri qirida kitob o'qib o'ltirgan yerida ko'rgan. U chaqda qizmi kichik edi. Shu chaqda Nodam bog'da suv tutib yuradi. Oq popilinda iskatlik ko'nglik kiygan. Kitobdan beshini ko'tarmay o'ltirgan bu qiz Nodamga nihoyatda chiroyli ko'ringan. Suv toshqinlab ketib, qizning atrofini suv besib ketgan. Qiz o'rnidan chachirib turib, nozik harakat bilan "Hoy bola, qo'limni tartqina" degan. Nodam tortinibroq kelib, qizning qo'lidan tutib, suvdan o'tkazib qo'ygan. Mana bu yiqimli holat Nodamning esidan bir necha oygacha ketmagan. U shuningdan beri qizni ko'rmagan edi. Oradan 4-5 yil o'tib, mana endi ko'rib turibdi. Uning ustiga ofitserning bir qachat urg'anligi, uning vijdonli qiz bo'lib o'sganligini ko'rsatib turadi. Otlarning to'xtamay chepishi bilan ular birdamdala mahallaga yetib chiqdi. Ular darvozadan kirganda Harvining unini anglab, Ahtamboymu, Hurnisaxonmu uydan chiqqan edi. O'g'lining salomat chiqqanligini ko'rgan Hurnisaxonning yuragi o'rniga tushdi. "Voy jinim bolalarim, salomat chiqdinglarmi? Ajabmi ansirvidim sizlardan. Qandaq Rayhonay, Gulsumxonadanning ahvoli yaxshimi?" "Yaxshi, hammanglarga salom aytdi", dedi Rayhon harvidan tushib etib. Nodam targa cho'milgan otlarni harvidan chiqarishga boshladi. "Tut qilyotdi devidi, jinim chiqay dedi. Shaharchi qandaqroq?" "Qandaq bo'ladi? Yomon odamlarni, hukumatga qarshi chiqqanlarni tutyotdi", dedi Varisjon boyqa qo'rqinchlarni unutib, hech narsani pisand qilmagan qiyofatda. "Ha, albatta shundoq bo'ladi" degan bilan bir peshkanlikka uchirmay chiqibsizlar. "Nima degini? Toz qoldiq piyoda qog'ili. Ha, nima bo'lib?
Arba sayisiga mağsan deb, xeyli kunni saldi dememsen texi. Ahvalni tushundirmiding mi? Dedi Ahtamboy o'g'lining so'zining oxirini kutmayla. Soqchi amaldor ekan, o'zi emas, texi Rayhonga chiqilib, nima? Tos qoldi bizni etib atkili. Nodam bir mush urgan edi, yetibli qoldi. Biz oran qochib qutuldik. Bir mush urgan mavi askilikni qaranglar. Ahtamboy cho'chib ketdi. Rayhonga changal silib esilgan. Nodam yo'l bo'yi chepib kelgan otlarni qontirib bog'lab, lapos ostidan chiqqan edi. Ochiqqa kelib titrab ketgan boy uningga varqirashga boshladi. Bu yaxshilikni bilmaydigan ahmoq. Oshayotgan tovoqni chiqib, bu nima qilg'ini? Gap qilmay g'azabini ichiga yutib turgan Nodamning og'zidan munu gap go'yo o'qdek etilib chiqdi. Uning nomussizligiga qanday chidab turg'ili bo'ladi? Agar oshlarning tovoqida oshayotgan bo'lsak, bu tomoqni endi ichiysin. Undaq tovoqni chiqib, kukumtalqan qilib o'tish kerak. Nima? Nima deding? To'skur. Boyning ko'zlari choniqidan chiqib ketishga tasla qoldi. Rayhon Ahtamboyning alpozining buzilganligini ko'rib, gapga aralashdi. Boy ota, bu nodam noyida marti yetgan, bizni u nomussizning topanchisidan qutqizib qoldi. Bo'lmasa qanday oqibatga qolatdikin tan? Har holda hukumat odamiga mush etish, oshpaganga mushpa degan so'z. Ko'ra buning yuragining cho'nliqini, buning oqibatini o'ylash kerak-da. Buning Ahtamboyga keldigan dardisini hisobga elish lozim-da. Mushsizmi, yaxshi gap bilan qutulg'ili bo'laydi. O'rni Saxonmu nodamni ayblashdan qolmadi. Har bola keladi buning qopiqidan, dedi qopoqlarini suzib. Sizlar ishning haqiqatini ko'rmadinglar, dedi Rayhon yana orig'i tushib. U lukchaga mush halol deydi. Qani uy kiringlar, bo'lg'uluq bo'pti, nima kasi o'zi ko'ra, dedi O'rni Saxon ularni uyga boshlab. Varisjon bilan Rayhon kiyimlarini qiqishib uyga kirib ketdi. Nodam bo'lsa Xodikni so'rab lapos ostiga mangdi. U bugun kechida Anvar apandining yotqig'i yig'ildiganligini unutmagan edi. O'rni Saxonning bu qizga yaqinchilik qilib, voy Rayhon oy deb ketishlarining tuqqanchilikdan boshqa sabablari bor. U o'g'li Varisjonga mush qizni elib bermoqchi. Bu bir necha yildan beri o'ylab kelayotgan o'y. Buningdan Gulsumxonning xabari bor. Ba'zi bir agitma gaplarning ma'nosidan Rayhon xabarsiz emas. Biroq qiz hozirgacha bu to'g'riliq o'ylabmi ko'rgani yo'q. Rayhon bu yerga har qaytim chiqqanda O'rni Saxon qilg'ili qiliq topolmay xush bo'lib, gap aytib qizni chekib qo'yatdi. Rayhon bo'lsa hech nimani sezmas bo'lib oladi. Bugun munda xufiyona ma'nodagi so'zlarimi bo'linmadi. Shahardagi yangi o'zgarishlar haqida uzoq parang bo'lib, oxiri yetib qolishdi. Ammo Rayhon bugun tuzlikini uxlamay, tun qayrilguncha xiyol bilan to'lg'inib chiqdi. Bu xiyol nadan keldi? Nihoyatda tushunishli. Bu xiyolni molla yigit Nodam paydo qildi. Yigitning soqchi amaldoriga mush etishi, Ahtamboyga aytgan so'zi, o'zining tamkin xiyolchanligi qizning ko'z oldidan ketmaydi. Yosh va hissiyotchan qiz uchun yigit to'g'risida xiyol qilish ham ko'ngillik, ham azobli. Uning xiyolida atla u yigit bilan paranglish istiki barxan seri avj ilib ketdi. Putiga cho'riq tortgan, uftsiga kona yamoq tushgan yalong chopon kiygan. Qora qoshliq, kam so'zlik mardona yigit uning ko'z oldidan birdan neri ketmadi. Bo'libmi Nodamning tamkin harakatlari, nohaq ishqa g'azablanishi, o'rliq mardona so'zlari uning xiyolida takrorlanaverdi. Uningga zodila orom bermadi. Rayhon nurg'un kitoblarni, ba'zida hukumat o'qishni man'iy qilgan adabiy kitoblarni o'qigan. U shu kitoblarda tasvirlangan qahramonlardek odam bo'lishni orzu qiladi. Bugun xuddi shundoq bir odamni kitobda emas, o'zining hayotida ko'z oldida ko'rdi. O'zi eski chopon ichida tursimu, yuragi olmasdek chaqnab turgan Nodamni so'latli kiyim-kechaklar ichidagi Varisjonga silishtirib ko'rdi. Qaranglar, deb o'ylaydi qiz. Qarab turib zo'rlik qilayotgan iflos bir amaldorga
Fariscan nemancha xushamat qiladi, yelinib yolvurdi. Uningda haqiqiy insonlik vijdon yo'q ekan-ku. Nadam, mana u haqiqiy vijdon egasi, mard, jur'atli yigit. Men o'qigan kitoblardagi qahramonlarga o'xshash. Vosjanda qo'rqoq, xushamatchi odamlar bilan qandoqmi umrlik do'st sirdosh bo'g'ili bo'lsin. Kishi nadamdek odam bilan umrlik do'st sirdosh bo'lsa, uningda nima armon qoladi? Shunda qilib Rayhonda bugunni ko'rgan nodamga nisbatan issiq bir tuyg'u paydo bo'lib qoldi va shu tuyg'u to'lqinida tavrinib xiyol surdi. U Hurnisaxonning nech qavat qilib selib bergan yumshoq ko'rpisining ustida emas, go'yo qattiq toshning ustida yotgandek to'lg'inib uxlay olmay, butun tunni azob bilan o'tkazdi. Taqozo bo'lib kutgan tong subhisidan derak kelganda bo'lsa, u uxlab qoldi. 12-bob. Qaroqsiz qilib o'ng'ul-do'ng'ul bo'lib ketgan bu tosh yo'lda uzundan uzunga so'zilgan harovlar karvoni kelmoqda. Tog' havosi sovuq. Uning ustiga yiroqda qolgan Sayram ko'lidan ko'tarilgan ochiq shamol yetib kelib, yuzlarga yingidek sanchilmoqda. Kun ko'tarilib, org'amcha bo'yi o'rligan bo'lsa-mu, sovuq texi bo'shig'ini yo'q. Ham bo'shaydigandekmi emas. Harvil ustida o'ltirganlarni shumshaktib qo'ygan. Safarga otlanganlar atdiganda 1-2 piyola qiziq choy ichib mangan bo'lsa, balki munchilikmi to'ngib ketmas edi. Ular o'taydan sahar yo'lga chiqqan. Bugun safarning 6-kuni. Ularni Gomindangning bir Izud otliq askari qo'g'dab kelyapti. Izud komandiri karvonbeshining choy ichib, qursaqni to'yg'izib, mangayli. Bugun so'g'i adab qopdi. Deganiga unumay attiganlik choyni dog'i yanzida ichimiz deb harvalarni majburiy mang'uzgan. Mana amdi ularning qo'rsaqi echib ot ustida o'ltira olmay qoldi. Ya u gapni eg'izidan chiqara olmadi. Bu karvon Gomindangning Shixodagi qismlarga qishliq kiyim-kechaklarni yetkazib berishga mangan bo'lib, texi yo'lning ko'p qismi oldida edi. Qo'mondonlik Shixoga 10 kunda yetib berishni belgilagan. Shunga Izud komandirimi 10 kunda yetib bormasak bo'lmaydi deb harvalarni hadab oldiratmoqda edi. Hey Rado, uxlayotsan-ku, yolon qara. Ot o'zi yo'l tepib mangdi. Ishtikman, lay g'azal. Harva to'xtab qolgani yo'q-ku, menga o'tidi. Chemaldek mangmay, otni urmamsan. Tozimi o'lim tiknimikin bu? Qara, kayinda qolding. Otni ursam bo'ldirib qolsa, sen ostonga otni beramsan. U qo'lidagi qamchisini ko'targan edi, uninggacha karvon beshi bilan Izud komandiri kelib qoldi. Ular orig'i tushib, ishqisini besib qo'ydi. Ammo Izud komandiri harvikashga go'laydi. Takallashmay, harvonni tez hayda. Uxlab qilib, harvan katanga tushib o'rilib ketsa qanday qilasan? Karvon beshi gapga aralashdi. Otlar o'ginib ketgan, hargiz katanga tushirib qo'ymaydi. Unda yalardan agib o'tib ketadi. Karvon eg'ir chamdab yurmoqda. Yo'l bo'yidagi qoqshal qo'ray chatqonlar titrab shivirlamoqda. Kimdir biri bo'sh ovozda naqshi aytmoqda. Sayramning kuli deydi, biz borgucha tinglaydi. G'amda qolgan beshimni Xudoyim o'zi o'nglaydi. Beshimni o'nglaydiganlar birdili chiqib qolarmikin ilohunka? Dedi belini qora lastak poti bilan bog'lab olgan qora burutliq karvon beshi. U muzlab ketib, harvidan tushib piyoda mangan edi. Undaqlar chiqib qolsa, qaltis xo'sh bo'limizligina. Buni talat so'rin muzchiroylardan qutulamizmi uka? O'lmagan jonda umid bor deb ekan. Balki qutulib g'amdan qolgan beshimiz o'nglanib keta. Karvon beshining shundoq deyishiga sabab bor edi. Karvon beshi Zayniddinning yaqin tonishi edi. U Panjim, Xudiyor yuzi, Kepak yuzi qatorliq yezlarning dehqonlariga harvi sayisi tushib, ular mangmoqchi bo'lganda Zayniddin karvon beshi bilan ko'rishgan. Dahiyense atrofida bir guruhi qurolliq partizanlarning karvonni qo'g'dab ketib borgan Gomindang askarlariga o'q etib, ularning qo'lidagi kiyimlarni tortib oladiganligi va uni Nilqiga yetkazib berdiganligini aytgan.
Undaqda biz nima qilib beramiz? degan edi karvon beshi bu gapga qiziqib. Biz ularga tegish qilganda o'zinglarni daldiliq yariga elib, bizga moslashib bersanglar bo'ldi. Qolganini o'zimiz bilamiz. degan edi Zayniddin chekilib. Karvon beshining ko'zi atrofda. Chatqonliqlar har bir tip yo'lg'onlargacha sapsilib ketib boradi. Keladiganlarni to'rt ko'zi bilan kutib Birdam karvonning oldiga kelib, birdam keyniga o'tib, ko'ngli tortgan odamlarga bu xabarni yetkazib o'tdi. Anglaganlarmu xush bo'lib, qin-qiniga patmay qiylayotdi va atrofga sinchilab qarayotdi. Karvonmu osonlikcha yo'lga chiqqan emas. Yo'lga chiqishga qarshilikmi qilgan, lekin qarshiligini oqtira olmagan. Undaq bo'lishi bu yil ochliq yaxshi o'xshamagan. Uning ustiga turli olvon yasoqlar ko'payib, ig'irlashib ketgan. Kunning qattiqligidan hech iloj qila olmay, jon saqlash uchun o'zaro so'zlashib, tog'dan yog'och kesib kelib sasaq bo'larmi, yoki xonlarga tushib ko'mir tarsak bo'larmi, va yoki shaharga kirib madikorchilik qilsak bo'larmi deb turganda, hukumat farmon tushirib, ularni Shihoga mang'uzmoqchi bo'lgan. Ular o'zaro pichirlashib, harvalarni ko'ydirib etib, otlarni toqqa chiqarib etsak qandoq bo'lar deyishayotganida, yezilarga chiqqan harbiy amaldor "Otlaringlarni taqildiramiz, yam bo'g'izni oshirib beramiz, ham pulnimi nurg'un beramiz" deb turib olgan. Bu farmondan qutulmoqmi tasga tushgan. Shuning bilan ular bu uzun yo'lga chiqqan. Ras, otlarni taqillatdi. Yam bo'g'iznimi berib-atdi. Lekin hozirgacha pul bergani yo'q. Qaytib kelganda beramiz deydi. Rostini beramdu, bermamdu, buni Xudo biladi. Izovut komandirimu to'rt atrofga zan qo'yib, diqqat qilib ketib-atdi. Uning andisi boshqalarnikidan kuchli. Chunki safarga mengishdan burun boshliqi yo'lda faqat bo'linglar. 6 o'g'rining odamlarga uchrab qolishinglar mumkin. Agar uchrab qilib, sizlarga hujum qilsa, qattiq elishinglar. Kiyim-kechaklarni ularga hargiz berib qo'ymanglar, deb qattiq topilgan edi. Askarlarga andisha qo'rqinch silib qo'ymaslik uchun u bu gaplarni boshliqning topshirmasi bo'yicha ularga demadi. Shunglashqa har kuni qayerni qo'nalg'u qilsa, shu yerga 10 nafar askarni postga qo'yib, o'zimi oz uxlab mangdi. Shu topda u andishli xiyollarga petib, 5 kunlik safarining tinch o'tib ketgani xush bo'lib, qolgan safaridan andish qilib, to'rt atrofiga yo'lt-yo'lt qarab qo'yib ketib boradi. Dahiyensiga oz qolganda tuyuqsiz chaqmoq chaqqandek tong-tong qilib o'q ovozi anglandi. O'qning qayoqdan chiqqanligini hech kim sezmay qoldi. O'q ovozi bilan tangla 3 odam ot ustidan g'ulab tushdi. Buning biri oldida kelayotgan Izovut komandiri. Ikkisi uning keyinda kelayotgan askari edi. Jimjit kelayotgan karvon birdilla patparaqchilikka tushdi. Zayniddin boshchiligidagi 10 nafar qurolli partizan buningdan 1 soat ilgari kelib bu yerga yo'lg'unlik, chatqonliklar orasiga yoshiringan edi. Tezlik bilan otlangan partizanlar avtomat miltiqlaridan o'q uzib, qiqas cho'qan bilan o'qdek uchib kelmoqda edi. Tuyuqsiz yuz bergan ishdan o'ngi o'chib, ko'zlari chanoqidan chiqib ketishga oz qolgan askarlar bu yillarga osqan qurollarni olg'ucha yana bir qanchasi yiqildi. Etidan tushib, o'zini harbining daldisiga elib, oldida ketayotgan Zayniddinni nishonga olgan yo'g'on bosh askar karvon beshining keyindan kelib, kuchinib turib urgan qamchisidan yiqildi. Partizanlar qiqas cho'qan bilan yetib keldi. Qishliq kiyim-kechaklarni qo'g'dab ketayotgan qismning hayot qolganlari qurollarini tashlab qo'lini ko'tardi. Ular attigandan beri sovuqdan titirgan bo'lsa, mana endi partizanlardan qo'rqib hayot qolarmizmi deb titirmoqda edi. Tog' tarafdan bir necha kishining to'ga va yovdaq otlarni haydab kelayotganligi ko'rindi. "Hoy, Zayniddinkansizga ukamoy." Karvon beshi Zayniddinning oldiga keldi. U otdan tushdi. "Qaltisiyada uchrashib qoldik-a? Qarang sizni, uchrashib qolishimizni bilatdingiz-kanda. Dog' yanzida paydo bo'ldigan men desangiz bo'lmasmidi? Ulug' ishlarni tavrtibsizlar jamo.
Bizningmi jinimiz pidovka. Buni o'larmanlarni etib etmamsizlar. Qo'l ko'targanlarni olsak bo'lmaydi. G'o'ljaga mashunda qo'l ko'tarib qolsa, boshliqlari baribir etib bita. Ular nima qilsa o'zlarining ishi. To'yga otlarga Harvaladagi qishliq kiyim-kechaklar ortilib mahkam chegildi. Asirlar jingi yo'lga selindi. Yuklar tog' tarafga o'chalg'a mangdirildi. Sizmi Nelqaga mangamsiz? Ahvoli qarayman. Sizlar G'o'ljaga qaytinglar, ammo 2-3 haftagacha hukumatning ko'ziga ko'rinmanglar. Xo'sh. Zayniddin asirlar ko'zidan yetib, xeyli vaqtgacha ularning kaynidan qarab turdi-da, saptoshlarga yetishib olish uchun ot soldi. Birdamdan keyin o'liklar ustida qo'zg'ollarning uchib yurganligi ko'rindi. 13-bob. G'o'lji tarixida surlik, fojialik bir kun boshlandi. Tünögün kechqurun chiqqan shamol bugun tongga yaqin bo'ronga aylanib, dahshatli hurkirab to'plarni tuzitdi. Dal daraxtlarning ba'zisini yiltizi bilan qo'murib tashladi. Ba'zisini qarastiltib sundirvatdi. Axlat chavalarni uchirtib, qayoqlarga durib pirqiratib tashladi. Sarg'aygan yo'pirmoqlar ko'chalardagi eriq va godonlarga tiqildi. Uchar qushlar, jon jonivorlar o'chaklarga kirib ketishdi. Kun yuzini to'sib, chang to'zonga to'lgan osmondan to'pi yig'ib, shahar go'yo xarobalikka aylangandek ko'rimsiz ham surlik bir tusga kirib qoldi. Bosh soqchi ham tarmoq soqchilardan tegishlik vazifalarni o'z ustiga olgan cheriklar va puxracha kiyingan soqchi ofitserlari tongning etishini kutib, xuddi choshqonni marab yotgan mushukdek tayyorlanib turishadi. Tong etishi bilanla ular harakatga keldi. Qilichlarini qepidan chiqarib, miltiq to'pponchalarini batlab, nishonlagan o'rinlarga qarab yugurdi. Qizil pochoqlar, esyanchilar Nilqidagi 6 o'g'ri bilan munosabati bor deyilganlarning va gumonliq odamlarning biriqli tutish ishi boshlandi. Cheriklar va puxracha kiyingan soqchilar yugurgunicha ko'chalarga kirdida, oldin ola belgilangan darvozalarni, eshiklarni qattiq urishga boshladi. Tez echilmagan eshiklarni urib sundirib, uylarga bostirib kirdi. Hayal qilmay, ular kirgan uylardan qo'rqib ketgan bolalarning qiyochiya qilgan ovozlari, ayollarning dod faryodlari va bo'y mo'maylarning nolalari ko'tarildi. Cho'ng ko'chalarda, tor ham yon ko'chalarning do'qmishlarida 2-3 cheriklar turib elib, birmu odamning uylaridan, qo'rularidan chiqishga ruxsat qilmadi. Bozorda do'konlar taqilib, savdo setiq to'xtadi. Bo'sh va vavchunsiz qolgan ko'chalarni surbesib ketdi. Mana uylardan qo'llariga ko'zi silingan yoki qo'llari kayniga qilib bog'langan odamlarni cheriklar oldiga silib haydab chiqishdi. Ularning kaynidan yig'i zori bilan ayishib chiqqan ota-onalar va bola-chaqalar xuddi onasidan ayrilib qolgan cho'jilarni eslatdi. Tutilgan bolasidan agishib bir mo'may chiqib keldi. Mo'mayning kumush rang sochlari chuvilgan, ko'ngliklari titilgan, chiroyi oqargan bo'lib, birda haydilib ketib borgan qizga, birda miltiq tanglab ketib borgan cherikka esilatdi va o'zini yo'qotgan holda qoqshab nola qiladi. Ikki qo'li kayniga bog'langan qiz Ili Millatlar gimnaziyasining o'quvchisi Rayhon edi. Qiz beshini yuqori ko'tarib, maydasini kerib, go'yo onasining dod faryodini anglamagandek mardona qadam tashlab ketayotdi. Uning cho'lg'an qora sochlari yuzlariga tushgan. Kuchlik shamol sochlarni ikki tarafga qayrib yelpib turadi. "Bolamni qo'yib baqan xo'rla, nim gunohi uchun tutishsan, aytish haqini." deydi mo'may g'azabli ovoz bilan varqirab. Rayhon yezidan tezla qaytib kirgan edi. Chunki u qancha qilibmi birinchi qaytim ko'ribla yuragida issiq bir tuyg'u paydo qilgan malay yigit nodam bilan qayta ko'rishalmadi. Varisjonning tetiqsiz qiliqlari,
onasining xushamati uni bezor qilib etgan. Shunga uning yuragi qisildi, ichi pushdi. Hayotida nimadir bir nima kamlik qildi. U ich pushqining sababini tepish, suyimlik do'stlari bilan bir safda turish uchun shaharga qaytib kirdi. Atisila maktabga qarab mingan edi, onasi uni to'sdi. "Jinim balam, bama, sen ketgandan keyin dedim-ku, maktabing texmo ansizlashib ketib yetibdi-dak." "Nima degining bu, apa? Maktabdan, sog'doshlarimdan ayrilib qolsam bo'lamdi. Nima ishlar bo'lib ketganini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak." dedi qiz onasiga. U oxir onasining royiga boqmay maktabga kelgan edi. Rayhon yezig'i chiqib kirgan oraliqda yana bir necha savoqdoshlarining tutilib ketganligini uqdi. Qiz ichi qaynab, g'azabdan titrab ketdi-da, yuz berayotgan bu alomatlarga tarvosizlik qilib yurishni o'ziga nomustab bildi. Yezining odamlarini nodon yavash deydi texi. Ana, nodam yezining bir molay bolasi-ku. Xolvargan hiliqi saqchi amaldarining rosa adabini badi-ku. U shunchalik jur'atlik, vijdonli yigitkan-ku. Bizda shunchalik jur'at, vijdon, nomus yo'qmi? Shuncha zo'rliq, nahaqchiliklarga nafratlanmay, mo'li mushuk bo'lib yuraveramdiq, dedi u o'z-o'ziga. U kechki tomoq vaqtida maktab oshxonasida o'rindiqning ustiga chiqib, jur'atlik bilan qaynab turib, mundaq nutq so'zladi. "Savoqdoshlar, hozir maktabimizda bir qanchilgan ustozlarimiz, savoqdoshlarimiz tutib ketildi. Ularning gunohi nima? Biz bilmaymiz. Maktab tashkilining buning bilan nemishqa qari bo'lmaydi. Bu ishni biz nemishqa surishtirmaymiz. Biz bir-birimizga nemishqa mas'ul bo'lmaymiz. Hammamizni tutib bo'g'ichi qarab turamizmi? O'ylab boqaylik savoqdoshlar. Komendantchilar bizni nemishqa odam qatorida ko'rmaydi. Nemishqa bizni xohlagancha bo'zaq qila oladi. Gunohsiz odamlarni xohlagancha tutqun qila oladi. Uning og'zidagi barobarlik, xalqchilik, odillik deganlar nega ketdi? Biz nima qilsa qo'plab yuramdik? Qaranglar, ko'chalarda, uy-uylarda nima alomatlar bo'layotdi? Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Shinjon xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaqaysizlar. Ular Gomindan hukumatiga qarshi, ularga to'g'ri kerak. Ularni qo'llab, deginni qilib yuraversan. Al-Qayon, sen sho'yan emasmi? Besib kelsa, menmi? Sen ularni boqimiz texi. Nima? Uni tutib beramsizlar? Hurliqqa qanday qiladi? Jim yotgan yillarning beshini dastiganda qizning xiyolida yo'qishni o'zlari qo'zg'adilar. Nelqini tez ozod qilib, G'ulji shahriga yurish qilamiz. U yerdagi azob chekayotgan jon jigarlarimiz bizning yo'limizga qarab taqozo bo'lmoqda. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur.